Salom City'ga hamkasbimiz 50 kilovatli quyosh panel qo'yishgan. Astomni ko'rsataman. Kuniga necha puldan foyda keltiryapti aka, ko'rdik-ku soliq o'zida. 250 260 ortyapti-da. 250 260 ming rasxodlarni tashqari sotyapti o'zi. Hop, o'rnatilgan invertor podezga qo'yilgan. Mana hech kimga xalal bermaydi. Panjaradan o'rab qo'yilgan. Xavfsiz. Hop. Necha kilovatt beryapti hozir? 35,5 beryapti. Bugun 145 ishlatdi. 26 ming to'g'ri ishlaydi. 26 ming kilovatt o'z pop chiqarib o'tdi. Bu degani ming so'mdan sotilgan taqdirda 26 million foyda keltirdi deganda bu. Qavatli uyda yashab, quyosh panel qo'yib daromad qilsa bo'larmi degan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Hamma narsaning imkoni bor. Faqat o'sha tomda holati siz o'rnab turgan quyosh panelida kilovatiga joylari mos bo'lishi kerak. Mana o'rnatilgan 50 kilovat may oyida. Mana hozir mana g'ishtli masjidga o'rnatilgan, shu domlarga. May oyida 15-kuni o'rnatilgandi. 15-kuni o'rnatilgan. Hozir mana 4000 kilovat chiqardi. Iyun oyida 7212 kilovat ekan. Iyul oyida mana 7900 kilovat. Bular o'zimizni ehtiyojimizdan orttirilgan. Endi buni mana g'ishtli masjid mana adreslar ko'rsatadi. Hozir mana shu adresimiz bo'yicha ko'ryapmiz. Oldin masalan ishlatilganda mana mart oyini oladigan bo'lsak, mart oyida bizda mana tariflar bor. O'zi elektroset tomonidan tasdiqlangan 200 kilovatgacha 600 so'm, 200 kilovatdan yuqorisiga 800 so'm, 1000 kilovatgacha mana 1000 so'm, 1000 kilovatdan oshsa 1,5 ming so'mdan hisoblanadi. Bizda mana mart oyida gaz yo'qligi uchun salkam mana 2466 kilovat yoqqanmiz. Mana 2466 kilovat. 2466 kilovatni tarif bo'yicha hisoblanyapti. Mana 1000 kilovatdan oshig'iga 1466 ga 1,5 ming so'mdan hisoblab 2 million 200 ming so'm hisoblanyapti. Bu degani agar ba'zi bir xonadonlarda 3000 4000 kilovat elektr energiya ishlatiladigan joylar bo'lsa, 1000 kilovatgacha o'sha 1000 so'mdan hisoblasangiz ham, ag'iga 3000 kilovat bo'lsa, 3000 kilovatiga 1,5 mingdan hisoblab 4,5 million. Agar 4 million yoqadigan bo'lsalar, bu degani bir oyda elektrosetga 5,5 million pul to'lanadi. Bu quyosh panelida o'rnatilganini foyda tarafi shuki, bu kilovat hisobida turadi. Buni 1000 kilovatdan o'tsa ham, mana bu yerda ko'rsatib turibdi bizda hozir. Mana bizda tasdiqlangan kilovatimiz bor mana. Bu yerda tasdiqlangan 19000 kilovatimiz bor. Bundan 11 million yechib olganmiz. Bitta farqi bir 8 millionchami farqi bor. 8 millionga 8000 kilovatimiz bor. Shu 1000 so'mdan hisoblab yechaveradi. Perilimit bo'lib ketmaydi. Shu 3000 4000 kilovatga chiqadigan xonadonlarga. Buni xohlasangiz mana plastik kartaga o'tkazish qilib mana yechib olinsa bo'ladi. Xohlasangiz turgani ham yaxshi. Agar qishda gaz bo'lmaydigan joylarga elektr kotyollardan foydalanganingizda perilimit bo'lib ketmasligi uchun yozda yig'ilgan elektr energiyalar qishga o'tib ketaveradi. Mana biz shu 11 million 500 mingni tushirib olganmiz. Mana bitta 5 million mana 1 million 500 ming jam bo'lib mana 11 million 500 ming mana shuni tushirib olganmiz biz tasdiqlab. Katta rahmat.